6 qism. Özüm bilali bo'lib ketdim. Uni pat-patla yo'qlab kelmaginim uchun. Uning oxirgi umrida bo'lsin-mi? Uningga ko'proq hamroh bo'lolmaginim uchun o'zimni ayblaydim. Uning qizi bo'lib da hozirgacha uning qadrini yeybagan. Issiq tomoq etib oldiga qo'yib boqqan vaqtimning bekmi oz ekanligini. Apamdan ayrilib, bizni o'gayning qo'liga qaratmayman deb yolg'iz o'tgan vaqtida uning g'amini saxtala qilib boqmaganimni. Men oliy maktabni bitirgandan keyinla andin bir hamroh topgan vaqtida apamning tutgan naslimni tutmasin deb sad qarg'anlarimni hozirgacha dadamga yo'lnishni bilib bir haqiqatan uning uchun g'am yeb boqmaganimni o'ylab ichimdan bo'g'ilib sig'laydim. Endi har qancha qilsammi hech narsaning o'rniga kelmaydiganini, bu yerda akam bilan yengamga mehmon bo'lib ularni avara qilishdan boshqa ishga yaramaydiganimni his qilib qaytib ketish qaroriga keldim. Bu uylar sana taalluq salama. Dadam qiz balaning o'z oldiga boshliqdek uyi bo'lmasa bo'lmaydi deb bu uylarni uyning keyindagi bog'ni sana qoldirdi. Menga bir eg'iz uyni qoldirib qo'yib, qahınını sen ishlat aka. Dedem akam bergen aşkışlarını ağılı unumay. Bağnımı men köketip bulamayım. Yanıla sana qahını yaxşı. Bu dunyolikdagi birdan bir qeyrindishim sen singlim. Akamning ovozi titrab, necha kundan beri tig' tegmagan ingaklariga yosh tomchilari saqib tushdi. Faqat ikkimizning mehri uzilib qolmasala, boshqa narsalarning kori chaqliq. Bu oshqishlarni olsanglar, opam bilan dadamning qo'ygan tutquniga yanılı sen ega bo'lmasang bo'lmaydi. Baq, sening o'rningda men qarayman. Biroq kirgan kirimning hammasi seninki. Buni rad qilma. Tunugunla Aliyarga telefon qilib qo'yg'ashqa, u atdegandala meni og'ili kelgan edi. Akam va yengam bilan yig'lab turib xo'shlashgandan keyin rangarang gullar echilib ketgan go'zal hovliga chiroyli bezaklari bilan boshqalarning so'qini tatadigan, ammo hozir hamma yeridan mung to'kilib turadigan uylarga oxirgi qaytim qaravatgandan keyin ochqushni eshik tevidagi gul tashtigining ostiga bosirib qo'yib darvozadan chiqdim. Oynar qizim. Qaynatamning tam so'zilmasdilla angsiz chaqirishidan jiddilashib, sotma kashimni aran sepibla yugurib eshikni ochdim. Qizim, tez mashina chaqiring. Onangiz. Onamga nim bo'ldi? Texi yaqindala dadamdan ayrilib, asliga kelinmagan yurakim tartibsiz urib, badanimdan muzdek ter chiqib ketdi. Anam Oqshom bir obdan uxlab qolgan. Boya talog'i chiqib kirib qarasam, nafas elishi sal egiz pas. Qutqizish mashinasi hozirlik keladi dada. Ola kesila. Anamning kesili yaxshi bo'lib ketdi. Deginingizdak bo'lar qizim. Tez, Aliyarga telefon qiling. Qaynatamning ovozi titrab ketdi. Nafas elishi qiyinlashib, pat-patla xart-xurt ovoz chiqarib yotgan qaynonamni doktorlar nosilkaga sog'inicha qutqizish uyiga ib kirib ketdi. Qutqizish uyining eshigi oldida turib,
Qaynonamning aslidagi yeshidan yosh ko'rinadigan oq seriq yuzi. Qachonla bo'lmasin, chiroyli kiyimlar bilan qaytib shiradigan holati ko'z oldimga kelib, buqildab yig'ladim. Qandaqligi bo'lsin, 10 necha yildan beri menga xili obdalla mehrini yetkazgan. Birmi o'riq tuqqanim bo'lmagan bu yerda meni qanot ostiga olgan. Qandaq uy tutishni, qandaq ayol, qandaq ona bo'lishni o'rgatib kelgan edi. Yaxshi gap qilsimi, zahrini sanjisimi, oxirgi hisobda hammasi menga yaxshi bo'lsin uchun edi. Mana shu tetikligi, salopati bilan hammani o'ziga havas qildirib o'tgan ayol amdilikda burniga naychi silingan holda o'zini doktorlarning ixtiyoriga topshirib yotadi. Qutqizish uyining temiga yo'linib, kichik boladak öksüp yig'layotgan qaynotamni yo'lab, o'rindiqqa o'ltirg'izdim. Azroq nashta qila olamsiz, dada? Dedim bir istakan qaynoq suvni qo'liga tutqizib. Gelimdan hech narsa o'tmaydi. Qaynotamning ko'zidan oqqan bir necha tomchi yosh uning qo'llarini tutib turgan qo'lim ustiga tomchiladi. Alyor degan. Tezkorga telefon qildingizmi? Opsi sekretari yozsa. O naladi yuriydi, ha? O yo'lda kelib o'tibdi, dada. Qaynonam ko'ztish uyga ep chiqilib, bir soatdan keyin uningga maxsus qaraydigan sestra eshikdan beshini chiqadi. Bemor hushiga keldi. Aynur qizim bilan ko'rishaman deydi. Biz kirsak bo'lmamdi, qizim. Qaynotam umid bilan eshik tubiga keldi. Onunga deydigan gapim bor edi. Hozircha bo'lmaydi, o'taga. Bemor qattiq talab qilib turib qizingizni kirsin dedim. Sestraning ko'rsatmalarini to'liq o'rnagandan keyin qaynonamning qishig'i kirdim. Ana, qandaqroq tursiz? Qizi. Qaynonamning ovozi bekli kuchsiz edi. O pildirlab qolgan ko'zlarini tasdi echib, menga qaradi. Meni kechirim, Aynur. Siz degan mening o'z opam tursingiz. Aramizda kechirim so'rg'udek ish yo'q-ku. Men bu gapni sizdan yoshirib kelayotqilay. Necha yil bo'ldi. Amaliyotda biz beqavoqan ikki bola Alyorning o'z bolasi. Olani nemish bo'lganini bilmayman. To'xtabgandek kuchlik bir silkinishdan beshim vangida yerilib ketgandek bo'lib, ko'z oldim qorong'ulashdi. Ko'zimni ochganimda qo'limga asmokol selingan holda doktorxonada yotatdim. Hayronlik bilan u yoq bu yoqqa ko'z yugurtdim. Oppoq kirlik yepilgan karvat yenidagi tompushka, yenik yelpinib turgan ovarang parda, tompushka ustida so'lishga boshlagan bir dasta gul va suyi jilman bo'lib qolgan istakan. Qandaq bo'lib bu yerga kirib qolganimni so'raydiganga yenimda hech kim yo'q edi. Ritmlik tamchilayotgan osma o'qul qutisidagi 20 dan ozroq qolgan suyuqlikqa qarab, aql topgandek bo'lib, karvat beshidagi konopkani bosdim. Shu hamon yugurib kirgan sestrani ko'rib, sal esimga kelgandek bo'ldim. To'g'ri,
Dal mushundaq sestra qizning chaqirishi bilan yotoqqa kirgan. Ko'kraklariga har xil shilankalar chetilgan. Oksigen naychisi ichida aralla tinib yotgan qiynadam bilan paranglashgan. Ras, qiynanam qini. Mening uyimdagilar qini. Uyingizdagilar boyli kelib ketdi. Sizga qarab atgan qiz tamoqqa chiqib ketdi. Sestra gapini deb bo'libla eshikka mangdi. Men doktorni chaqirib turay. Sestra qiz mening gap so'rashimga fursat bermasdan chiqib ketdi. Chechilib ketgan xiyollarimni yig'ishga ulgurmayla doktor kirib keldi. Oxiri ko'zingizni ochdingiz, dedi u yumshoq ovozda. Yurak so'qishim normallashibdi. O'zingizda qandaqroq his qilyapsiz? Men qandaq bo'lib? Cho'ng ish yo'q. Biror ishdan zarba yeb ketgandek qilasiz. Hamda o'ngshilib qolasiz. Uyimga kelsam bo'ladigandu. Masalaga cho'ng emas. Biroq yana bir necha kun kuzatib boqayli. Doktor bilan sestra qiz xotirasiga bir narsalarni yozgandan keyin chiqib ketdi. Yotoqda yana yolg'iz qoldim. Amdilikda hammani esimga olgan. Nemishqa bu yerga kirib qolganimni? Nemishqa yenimda sestradan boshqa odam yo'q ekanligini tushundim. Uyning buzurg'ivori bo'lgan qiynanam balnisda tursa, mening yenimga kelishga kimning vaqti yetadi? Qiynatam kelmaydi. Alyar kelmaydi. Kelmasin. Menga ko'rinmasin. Shu topda uni ko'rsam, aran turgan yuragimning bardoshlik berilishi notayin. Ko'zlarimdan taramlab to'kilayotgan yoshlarimni surtishga ra'yim yo'q edi. Qiynanam menga shu gaplarni qilmagan bo'lsa, yoki men shu pedala hushimga kelmagan bo'lsam, va yoki xotiramni yo'qotib qo'ygan bo'lsam, nima degan yaxshi? O chaqda qiynanamning oxirgi so'zlarini menga unutib qolgan. Alyarning bu qadar qora yuz ekanligini menga bilmagan bo'lardim. Qanday qilsa xotirasi yo'qolib ketadigandu. Televiziya teatrlarida xotirasini yo'qotgan kishilar ko'p uchraydi ekan. Lekin real turmushda birasining xotirasi yo'qolibdi deb anglab boqmadim. Qanday qilsa xotirasini yo'qotqili bo'ladi? Qon besimini o'lchab bo'lib, xotirasiga bir narsalarni yozayotgan sestradan shundoq deb so'rganimda, u yozishdan to'xtab, menga ajablangandek qaradi. Ha? Qanday kasallarning xotirasi yo'qolib ketadi? Boshdagi savolimni sal padazlab boshqadan so'radim. Xotirjam bo'ling, kasalingiz ancha og'ir emas. U menga yana bir qarab atgandan keyin chiqib ketdi. O savolimni javobsiz qo'ysam-u, bir kunda necha qaytim qishimga kirib, ahvolimni ko'zitib turadigan birdan bir odam bo'lg'ashqa, uningdan og'rinibmi ketmadim. Xotiramning yo'qolib ketishini umid qilgan siri, bo'p o'tgan ishlar ko'z oldimda bakmi ro'shan paydo bo'lib, barliq xiyollarimni o'ziga tortib turadi. Apa, bu qizning bir yerlari Alshadga o'xshaydi ekan desa, degandim, quchog'imda uxlayotgan qizimga to'ymay qarab etdim. Ha, bir uyda turganlar bir-biriga o'xshab qoladi. Necha yil bir uyda turgan ayollarmi
bir-biriga o'xshab qoladi ekan-ku. Qaynonamning bu javobini bakmi to'g'ri topgan edim. Alshatning cho'ng bo'lgan siri dadasiga o'xshab ketayotgan qanşarliq burniga, qizimning aksiga o'xshab ketayotgan ko'zlariga qarab, hech qanday bir gumonda bo'lmagan edim. Qarang, Elnur cho'ng bo'lgancha sizga o'xshab ketyotidi. Daytdi qaynonam qizimni erkiltib o'ldirib. Xuma ko'zlari, kichikkina og'zi sizga o'xshaydi ekan. Cho'ng bo'lsa, cho'qim sizdek chiroyli qiz bo'ladigan o'xshaydi. Bundaq gaplarni anglaganimda bakmi xush bo'lib ketgan. Qizim bilan aynak tang qarashib, uning rostila menga o'xshaydiganligiga ishonib qolgan edim. O'ylagancha kallam bakmi sagiklashib ketyotdi. Alshatni nemishqa shaharda o'qitmoqchi bo'lib qolganini, nemishqa meni uning yotqiga kirgili qo'ymaganini, bolamning nemishqa uyga kelganda bo'lsa-mu, men bilan yolg'iz qolishga fursati bo'lmaganini, uning nemishqa kamsiz, ehtiyotchan bo'lib ketganligini tushungandek bo'ldim. Yo'q, aniq tushundim. Bolam amaliyotda maktabning yotog'ida emas, o'z opasining uyida turgan. Uning bu gaplarni menga deb qo'yishi qattiq cheklangan edi. Bechora bolamning qanchalik siqilganligini men nemishqa his qilmadim. Uning menga nimalarnidir deyishga tamshilib to'xtab qolganida uningdan nemishqani ko'chilab so'ramadim. Nemishqa ishga bolam qishimdagi chog'da ularni biroqla Şiraqlarga ep ketmedim. Eshikning ochilishi xayolimni yana uzib qo'ydi. Kim kirganligini bilishga qiziqmayman. Balkim sestra badan temperaturamni o'lchagili kirgandi. Yoki doktor bir gaplarni so'rashga kirgan bo'lishi mumkin. Ular doktor bo'lganda kim mening yolg'izlikni xohlaydiganligimni, bir eg'izmi gap qilishga royim yo'qligini bilishi kerak edi u. Turibsan-ku. O'zini ko'rishli emas, ovozini anglasam-mu shirginib ketadigan Alyar tizlarimni quchoqlab turgan qo'limni tutdi. Bu qo'lning tukli qurutdek bu qadar shirginishlik ekanligini burun nemishqa his qilmadim ha? Agar burun his qilgan bo'lsam, mushu qo'lini ching tutish uchun jurtimdan bu yerga kelmagan bo'ladi. Sana shu go'rcha keldim. Necha kun tomoq yemay, bak maqdursizlanib ketdim. Onunga qaramaslikqa tirishgancha, u enikimdan tutib, o'ziga qaratdi. Va piyoladagi sho'girishni og'zimga yaqin akeldi. Qayerdan kelgan kuchkin bilmadim. Uning qo'lidagi piyolani julib oldim-da, uning yuziga qartib atdim. Yettinchi qism. Qayerdan kelgan kuchkin bilmadim. Uning qo'lidagi piyolani julib oldim-da, uning yuziga qartib atdim. Yo'qol ablah. Bundaq avras ko'lchigidan sizib kelgan jundaqni menga ko'rsatkichi bo'lma. Sen mas'ul doktor bilan sestraning kirishi bilan Alyarning gapi og'zida qoldi. Bemor amdala o'shig'i keldi. U yaxshiram edishqa, kutinishga muhtoj. Doktordan ayminib qoldim-mi? Yoki uning men bilan xo'shi bo'lmag'ashqimi? Alyar tezla chiqib ketdi. Avarang parda yenik tavrinib turgan bu yotoq yana menga o'ng chiqildi. Xiyollarimga daxli qiladigan hech kim yo'q. Yolg'iz qilishning
bu qadar yaxshi bo'ladiganligini burunroq bilgan bo'lsam, to'y qilishga, bolalik bo'lishga aldirmagan, bunda xo'rlanmagan, el-yerning taladan topgan bolalarni bu qadar kuyib boqmagan bo'latdim. Shu xiyollarni qilayotganimga, yuragimga nihoyat ochiq bir narsa qadilib, tinolmay qoldi. Bo'lsa, mushu paytda o'lib ketsan. O chaqda qayg'u nima, azob nima, pushaymon nima bilmayli qolgan. Men xohlaydigan yolg'izlikqa mangulik erishgan bo'latdim. Amaliyotda o'lim ancha qo'rqinchli emaskan-ku. Dadamdek bardam bir odammi o'lib ketdi. Opamdek chiroyli bir ayolmi yosh o'lib ketdi. Men ketsam nima bo'pti? Ketsam opamning, dadamning qishig'i ketadi ekanman. Men yaxshi ko'radigan odamlarim boyaga ketmay, meni xo'rlagan odamlarning qishida nima bor? O'limni o'ylagancha, yuragimga qadalgan ochiq asta-asta yo'qolib, put qo'limga kuch kirib qolgandek bo'lib, asta karvatdan tushib, meni chillayotgandek yenik tavrinib turgan havorang pardani qayirib, pastga qaradi. Mahmaldek yop-yeshil chimliq, chiroyliq ichilib ketgan gullar bakmi chiroyliq edi. Agar darizadan sakrasam, men yaxshi ko'radigan gullar orasiga tushar ekanman. Shunchalik qisqa vaqt ichida yuragimni laxta-laxta qilib etgan azoblardan qutuladi ekanman. Badallarim yep-yenik bo'lib ketgachga, dariza taktisiga tezla chiqib oldim. Ağaç ketishga tegishlik bir narsa bormi yo'q deb, yotoq ichiga qaytadan qarab otganimda, eshik ochilib, asma o'qil qutisini ko'tarib kirgan sestra kirib keldi. "Voy, nima qilyapsiz?" Sestra alaqizodalik ichida shigirganicha kirib, putimga esildi. "Tez pastga tushing, bu ya xatarlik." Onun ansiz ovozi meni tatlı xiyollarim ichidan tatib chiqadi. Va royishlik bilan pastga tushib, karvatimga chiqib yotdim. Aldirab kirib kelgan doktor bilan sestraning nimalarnidir deyishib, sestra qiz tez qadamlar bilan chiqib ketdi. Va men azaldan ko'rib bakmagan ikki doktorni boshlab kirdi. Badallarim bakmi eg'ir. Arg'in holda uyg'onganimda, yandagi karvatda necha kundan beri menga qarab otgan qaynonamning singlisining qizi Mehray kitob o'qib o'ltiradi. Uning oppoq ko'yniki yotoqdagi oqliq ichiga qo'shilib, ko'zimga hamma narsa oqirib ketgandek ko'rindi. Necha kundan beri Mehray kunda qishimda tursimi, uning bilan paranglashibmi bakmagan. Hatta uningga tuzukrakmi qarabmi bakmagan edim. Bugun uning uchisidagi kiyimlar men bir qismini to'yilib, o'zimning qayerda ekanligini bilish uchun gumoniy nazar bilan atrofimga sap soldim. Karvat yenidagi tompichka ustidagi allaqachon so'lishib qolgan gul, darizadagi tavrinishdan to'xtab qolgan havorang pardani ko'rib, o'zimning yanala shu yotoqda ekanligimni bilib, ko'nglim joyiga tushdi. Uyg'ondingizmi hada? Mehray
qo'lidagi kitobini qo'yib qishimga keldi. Bir narsa yemsiz. Hech narsa yegim yo'q. Gallarim qurib ketgachga ovozim bir qismila chiqdi. Su ichay. Nemish bo'ldi, Mehray? Bundaq kiyinibsiz-ku. O qo'yib bergan suvni ichib yetib so'radim. Kundalim shundaq-ku, acha? Dedi qiz past ovozda. Shu, nemishqa shundaq kiyinib oldingiz deb so'rayapman. Halima onam tugab. Mehray demaslikka tegishli gapni deb qo'ygandek og'zini tutib, "Men tomoq akiray. Dana, kim tugab ketdi? Halima onam dedingizmi?" Acha. Halima onam deganingiz kim? Men tonimda. To'yiqsizlar bir narsa esimga kelgandek bo'lib, chachirab turib ketdim. Mening qiynonam. Yana boshqa Halima onam bormidi meni? Dedi Mehray, yig'lab turib. Atta, nazarini berdigan bo'g'ashqa, Alyarkam bugun kelamadi. Menga nemishqa balduroq demaysiz? Kunda qishimda bog'usiz. Balduroq desangiz, onamning issiq yuzini ko'rib olsam bo'lmasmidi? Meni o'z odam qatorida ko'maysizlar, shundaqmi? Qaynonamning o'lim xabari tuyuqsiz uchib kelgan o'qdek yuragimga kelib tekkashgimi? A'zoyi badanim bo'shab, chiliq-chiliq targa cho'milib ketdi. Siz necha kundan beri hoshsiz yotdingiz. Onun ustiga doktorlar sizni ruhiy zarbini ko'tarolmaydi degashga. Onam tugab ketgan tursa, men nima deb bu yerda yotaman? Juring, uyga ketamiz. Shundaq deganimcha qo'limdagi o'qul jignisini yulib tashladim. Acha, siz yanada davolanganingiz yaxshi. Sizni ep barsam, uydagilar menga xafa bo'ladi. Kim xafa bo'lsa, menga dang. Ulardan oladigan hisobim bor mening. Mehray qo'limdan qo'lini bo'shatib, yugurib chiqib ketib, ayol shimayla doktorni boshlab kirdi. Yana turibsizg'o? Dedi mas'ul doktor siliq ovozda. Sirtqa chiqamsiz? Uyga ketaman. Sizga degan-ku, necha kun ko'zi tupaqaylay deb. Anam o'lib ketsinmi? Gapimning oxirini deb bo'g'icha ko'zimdan taramlab yosh to'kildi. Anam o'lib ketsinmi? Uyga bormamdan. Albatta, borsangiz bo'ladi. Biroq salomatligingiz asliga kelsin. Dedi doktor. Men saqaydim. O'zingizmi shundaq degandingiz-ku? Shundaq. Siz saqaydingiz. Lekin yana ozroq kuzatmasak bo'lmaydi. Meni bag'ila qo'ying, bo'lamdi. Hoshimga kelgandan tatib, illiq muomalasi bilan hurmatimni qo'zg'agan bu doktorga mixtak qadaldim. Bag'ila qo'ymasangiz, men bir umr pushaymonda qolaman. Undaq bo'lsa, bugun kechgacha yaxshi orom elib, atiganda bering. Atikashda qaytib keling. Ma'qul. Ma'qul demaslikdan boshqa amalim yo'q edi. Hozircha ma'qul deb doktorni xotirjam qilib qo'yib, Mehray tamoqqa chiqib ketgan fursatdan foydalanib, chiqib ketaman degan qarorga kelib, yuvashlik bilan ma'qul dedim.
Doktor bana qarab gülümsirab, başlanıştıb qoyub, yataqdan chiqib ketdi. Onun yana 1-2 saatgacha kirmaydigini aniq. Tamaq akramsiz Mehray. Dadam tush bo'ladiganға 1 saat qolganda. Ma'qul ada. Bugun tush bo'lmayla. Qo'zig'im echib qoldi tang. Helimu necha kunning yoqi tuzuk bir narsa yemidingiz. Nima tamoq yegingiz bor hada? Manga tamoq yegizamay avara bo'ladigan Mehray bugun o'zligimdan tamoq yeyman deganim uchun aldirab tamoqqa mangdi. Endi bu vaqt men uchun nihoyatda muhim edi. Bu yerdan tezlikda ayrilmasam, sal turib sestraning kirib qilishi mumkin edi. Nemish qilyapsiz? O muloyimlik bilan kiyimingizni almashtiryapsiz-ku. Bu kiyim doğru purab, faqatla kiygim kelmadi. Dedim kallamga kelgan bu aqldan suyunib. Shundaqmi? Men hozirla almashtirib beray. Qaytish planim yana yo'q chiqdi. Odatda kasal davolashdan boshqa ishga ko'ngil bilmaydigan doktor sestralarning bu qadar sezgir ekanligini o'ylabmi baxmabdi ekanman. Mening kichikkina harakatimdilla hammani bilib bo'lgan chig'i. Shu kuni heli doktor, heli sestralarning oyig'i yotog'imdan uzilmadi. Aldingi qitimliq dariza taktisiga chiqib olish ishidan keyin cho'ngroq echilmaydigan bo'lib qolgan darizadan pastga qarab bir kunni to'limi pastga kash qildi. Atisi atdeganda Alyarning navra akisining mashinasida uyga bordim. Azadarlar bilan liq to'lgan ho'yliga qadam ilishimga qiynonamning simasini ko'ygandek bo'lib, yuragim ombur bilan qisqandek og'rib ketdi. Ana birinchi qavatdagi darizasi gullikka qarab echilgan avu uy onamning hujrasi. Talbarang ostiga qo'yilgan naqshlik cho'ng karvat uning doimlik aramgohi. U doim yenidan ayrimaydigan, tam tuvida bo'yin qisib qolgan, ustiga ko'pcha qoplangan avu kichik o'rindiq uning doimlik hamrohi. O'ylada, tamlada, o'choq beshida, gullar orasida, bog'da, eshik darizada uning izi bor, hidi bor, ovozi bor. Kimlarningdir tasalli berishi, yig'lamaslikqa da'vat qilishi va ikki qo'ltiqimdan yo'lab majburiy degidak ep mengishi ostida hujramga ep kirilib qaytadan Mehrayning qo'liga topshirildi. Aslida men bu oilaning birdan bir kelini, bu oiladagi birdan bir ayol bo'lgandikin Nasrning oldi kaynidagi ishlarni bir qo'lliq o'rlashtirishim, boshdan oyoq sohibqonlik qilishim kerak edi. Ham shundaqmi qilg'im bor edi. Biroq hozir men bir mehmon sifatida kutilmoqda edim. Kimlardir biri qiziq choy ichishga da'vat qilsa, yana bir kimlar birdam yetib olishga undaydi. Chiqib biror ishning peshini tutib qipli ketay desam, Mehray bir kimlarni chaqirib kirib ichimni siqatdi. Shundaq buruqtumchilik ichida hujramning darizasidan pastga qarab o'ltirganimda darizam tuvida turib elib kelgan ketgan ayollarga xo'sh aytib yurgan yosh, chiroyli bir ayolga ko'zim tushib qoldi. Bir yerlari tonish bo'lsa-mu, nada ko'rganligimni aslayamay turganda Alyar bilan ikkisining nimalarnidir deyishib boshlanishtirayotganligini ko'rib ko'zimga qizillik tiqildi. Heliqi tulki jin shu.
deydigan xiyol kallamdan lepida o'tishi bilan nervlarim bakmi sezgirlashib ketdi. Ma ishni ko'ring. Meni doktorxonaga bog'lab qo'yishidagi maqsadi mushu buzuqni bu oilaga akirish uchun ekanda. Texi xijil bo'lmay sahibxonlik qilib ketganini ko'mamdigan. Anamga yo'q. Qiynatam nimishqa to'smagandi. Boshqa tuqqanlar nimishqa bir narsa demagandi. Yoki ularning hammasi meni kasalchan bo'lib qoldi. Kerakdan chiqdi deb uning kirishiga qo'shilganmidi. Nega mangdingiz? Deb belikimga esilgan mehrayni ishtirib etib, pallanpaydan o'qdak yugurib tushib, o'ylaga chiqdim. Meni ko'rib oldimga ko'rishkili kelganligimni parvo qilmay, yugurib borganimcha u ayolni shapaloq bilan birni soldim. Shundoq uni bir shapaloq urish emas, qiymat-jemi qilib dadim chiqmaydi. Erimni ozdirganni oz deb, uningdan balaliq bo'lib, ashu balalarni menga boqqizib, ularga mehrim tushib ayrilanmas holga yetganda, quchug'imdan ep ketgan u buzuqni nimalar qilib haqqim bor edi. Lekin yana bir qitim ko'tarilgan qo'llarim Alyarning qo'llari orasida qisilib qoldi. Shu arada uydan o'ri to'pi bo'lib chiqishgan ayollarning qatma-qat qo'rshavida qoldim. Nemishqa meni urg'ili qo'ymaysizlar? Nemishqa uni emas, meni tutib olasizlar? O chiroyliqkan, sog'lomkan, shundaqmi? Uning chiroyiga qaramanglar. O degan bir buzuq. O degan mening ishki balamning opisi. Meni mushalga keltirib qo'ygan u. Bo'g'ilib vaqirab etib, ayollarning bir-biri bilan quloq yiqishib pichirlashganini va menga ich og'ritish nazarda qarg'anligini ko'rib qoldim. Har holda ular meni tushungandek qiladi. Ularga yana ko'p narsalarni degim bor edi. Lekin doktorxona mashinasining ansiz signal berishi bilan Alyar meni dekkada ko'tarib mashinaga soldi. 8-qism. Alyar meni dekkada ko'tarib mashinaga soldi. Belikimga bir narsaning chimmida sanjilishi bilan Alyarni qachatlayotgan qo'llarim kuchsizlanib pastga tushib ketdi. Ko'zimni ochib, yana o'zimni doktorxonada ko'rdim. Oppoq kirlik, oppoq sham, oq rangli tompichka, havorang parda. Tompichka ustiga qo'yilgan, sugi yerimlab qolgan istakan. Hammasi o'xshash bo'lsa-mu, havorang pardaning burunqidek tavrinib turmay, eg'ir sukutga petib turishidalla burunqi yotoq emasligini bilib oldim. Uyg'ondingmi? Qayoqdan paydo bo'lgan Alyar yenimga keldi. Qandaqroq tursan? Yo'q. Aslida bor kuchimni yig'ib vaqirmoqchi edim. Biroq vaqirashga kuchim yetmay, ovozim bakmi zaif chiqdi. Undaq demagan. Azroq aslinga kelgicha sana men qaray. Bo'lamdi. Seni yana ko'radigan bo'lsam, o'lib ketaman. Shirikim yerilib ketadi. Oldingda gunohkorman. Biroq sen o'zingni asirmasang bo'lmaydi. Alshad bilan Anur uchun bo'lsa-mu, o'rnidan turib ketgan. Onunga etish uchun bir narsa izlayotgan qo'llarimga tompichka ustidagi istakan chiqib qoldi. Va tuyuqsiz turgan Alyarga zarba bilan otdim. Uning peshonasidan oqqan qonni
Onun bechora holatini ko'rib, ichimdan kulki qistab, o'zimni tutolmay kulib tashladi. Kulgandimu shunchalik echilib, rohatlanib kuldimki, oningdan oqqan qon mening necha yillik achchig'imni chiqarib bergandek bo'lib, puxadan chiqdi. Va belikimga sanjilgan o'qil bilan g'ardiqim chiqqandek bo'lib, qapoqlarim ig'irlashib, ko'zlarim shumilibla ketdi. Pat-patla sanjilib turadigan bu o'qilga amroq bo'lib qoldim. Chunki har doim qalbimdagi azob ichimga patmay, o'zimni qo'yag'iga topolmay qolganda sanjiladigan bu o'qil menga azoblarimni unutildirib, uxlatib qo'yardi. Tushlarimda opamni, kichik vaqtlarimdagi oddiy, lekin bakmi shodaman uyimizni, o'ylig'i qo'yilgan yog'och karvatni, karvat ustida turibmi, barang'i qo'lim yetmay, o'zim ololmay, yig'lamsirab turgan o'zimni ko'ratdim. Ba'zida oy nuri ostida bir-biriga to'ymay qarishib turgan oppoq ko'ylak kiyib, uzun sochlarini qo'yib etgan chiroyli qiz bilan havorang kaltiyan ko'ylak kiygan egiz qomatlik yosh yigitni ko'ratdim. Alshad bilan Alnurning yotig'imda paydo bo'lishi ko'nglimdagi barliq o'chmanliklarimni supurib tashladi. Ularni bag'rimga ching besib, qonmay puravatqinimda o'zimni shu qadar baxtli his qildimki, necha vaqtlardan beri qilgan ahmoqlarcha qilig'imdan bakmi nomus qilib ketdim. Mushu tatliqlarimning barlig'ini unutib, darizadan sakramoqchi bo'lganim, xotiramni yo'qotish uchun tomg'a uslamoqchi bo'lganlarim, qaynonamning jiyan qiznili emas, boshqalardanmi o'rinsiz qilgan gumonlarim, hatto o'lib ketgan qaynonamdanmi og'ringanlarim uchun xijilchilikda o'zimni qo'yag'iga topolmayli qoldim. Biroq Alyarni ko'rsamla, qo'limga chiqqanligi narsani otadigan qiliqimni o'zimni kontrol qilolmaydim. Qaynonamning balnisda qo'limni tutib turib aytgan so'zlarni o'ylasamla, o'ngirib yig'lab ketadi. Davolanishim kerakligini oxiri his qilib yetdim. Har hafta oxiri yinimga keladigan, maktab formasi kiygan o'g'lim bilan qo'nchoqdek yasangan qizim, shular uchun necha kundan beri atrofimda parvonadek agi pishirgan otamning bu dunyolikdagi birdan-bir qarindishimsan degan so'zlari uchun bo'lsa-mu, o'zimni ro'slamasam bo'lmaydiganligini, men nafratlanadigan odamlarning oldida o'zimni tik tutib yashamasam bo'lmaydiganligini, yaqinlarimning ko'nglini parakanda qilmasligim kerakligini to'liq tushunib yetdim. Ruhiy kasalliklar doktorxonasidan qaytib chiqqanimda, shuncha cho'ng gulzorli qo'ylar va 3 qavatlik hashamatlik uylar ich-ichidan mung to'kilib turgan holatda qarshi oldi. Qaynonamning oxiratligi berilib 3 kundan keyinla qaynotamning bir uxlagancha mangulik uyquga ketganini, qizimning aksiga o'xshashla shahardagi yasliga kirib o'qib, o'z opasining yanida turayotganligini Alyar o'ng'aysizlangan holda menga uqtirganda orqamga tiringida uchib ketgili tasli qoldim. Endi uning yaqisiga esilg'idek, bir narsani etib yarador qilg'idek kuchmi, jur'atmi, nafratmi
mende yo'q edi. Faqat bakmi zaif ovozda Elnurni qaytirib berishni o'tindim. Aynar, sening azobingni tushunaman. O'zimning xato qilayotganligimni e'tirof qilaman. Biroq, menga nima amal? O'z vaqtida tug'moqning uchun men uydagilarning oldida qanchalik qisildim. Asli shu chaqdalar sendan ajrashib ketishni o'ylagan. Lekin sendan ayrilib qolishni xohlamadim. Men xohlagan taqdirdami? Doktor aytgandek, sen menga tug'anmaydigan tursang, shundaq ahvolda boshqa biriga yotliq bo'lganing bilanmi baxtli bo'la olishing notayin edi. Uydagi jidaldan qochib, uyga qaytqim kelmay yurib, balalarning o'z opasi bilan tanishib qoldim. Xiyolimda mundaqla aralashib bo'ldi qilaman-ku deb o'ylagan. Ammo o'ylamagan yerdan u homildor bo'lib qoldi. O'ylab boqina. Homildor bo'lish degan bizning oilaga mendak to'y qilg'ili 5 yildan oshgan bo'lsa-mu, bola yuzi ko'ranmagan bir erga nisbatan qanchalik xushallanarli ish. Ota-onamning navrilik bo'lish orzusini qondirishla emas. Mening yuzimni yo'riq qilgan u bolani tushirib etishga qandoqmi ko'nglim chidasin. Shunda qilib Alshod tug'ildi. Lekin uning opasining o'qishi texi bitmagachga bolani beqish imkoniyati yo'q edi. Sen bolaga angbak ehtiyojli eding. Shunlashqa bu bolani sendan boshqa beqishga yaxshi nomzod yo'q edi. Shunda qilib munosabatimiz shu bo'yicha taraqqiy qilib, Elnur tug'ilganda to'y qilmagan bir qizning bolani beqishi mumkin bo'lmag'achqa, unimi sanga keldim. Qolgan ishlarni demasammi bilasan. Senmi ona bo'lish baxtidan bahramand bo'lding. Opam bilan bo'lgan munosabatingmi yaxshilandi. Shunga menmi xotirjam ikki oilaning orasida yuraverdim. Amdilikda opam ikkimizning orasidagi bu maxfiyatlikdan senmi xabar topding. Mush uchun ko'p azoblandim. Biroq bolalarni sen endi beramayman. Sen uning opasini o'ylab qo'y. Bir japoda tuqqan bolasini tuzukrakmi bag'riga bosolmay turib, senga berdi. Necha yil bola dardida qiynaldi. Bolani emitmagachga sut bezi yollig'lanib, oxiri yomon sifatga aylanib, bir ko'ksi operatsiya qilib elib bitildi. Uning to'lagan badallari seninkidan nachchasi ko'p. Endi uningga azor beramayman. Agar qonun o'rinlariga borman desang, uni ixtiyoring. Vicdoning bilan o'ylasang, senmi uning yaxshiligini ko'rding. U bo'g'achqila sen ona bo'la olding. Sening aqling bilan ish qiladiganligingga ishonaman. Aliyar birdam jimib ketgandan keyin o'rnidan turib, ustal tartmasidan bir muncha kenishga va qog'ozlarni oldi. Bu uylarni ota-onam senga qoldirdi. Ular seni o'z qizi sifatida ko'rib, noyashchidan ishga dukkan. Ondan bu uyni senga miros qilib berdi. Xohlasang mush yerda turib, ota-onamning chirqini yondirib o'tdi. Elshod bilan Elnurni pat-pat yeningga avataman. Xohlamsang yurtingga qaytib ketsangmi bo'ladi. Do'kon va uylarni ijaraga berib, pulini har yili hisobingga urib beraman. O sungan yer xeti, uy xeti, yana bir nima xeti deganlarga qiziqmaydi. Shu topda o'zimning rostalla bakli bechora ekanligimni e'tirof qilmaslikdan boshqa hech qanday amalim yo'q edi. Uning qachon chiqib ketganini, bayila quyosh nuri tushib turgan uyni, qachonlarda qorong'ulik qaplag'inini bilguchilikim yo'q edi. Asta o'rnimdan turib, dachining eng ustinki qavitiga chiqib, darizaga tortilgan halrang pardani qayrib etib, pastga qaradim.
sütdek ay nurida derizam tübideki namazşam gülleri sözün yakutdek jolalab meni o'ziga tatib turadi. Shu tapda ay to'lgan mushu oqshomda uchamdagi oppoq ko'ylak bilan ashu so'sinran gullar orasida sakrsam nima degan go'zal ha. Balki mening makonim ashu gullar orasi, mening hamrohim ashu ko'kda esilib turgan ay bo'lishi mumkin. Dariza tagchisiga chiqib bo'lib uy bilan xo'shlashmoqchi bo'lgandek keynimga qaradim. Balalarim uchun kutubxona qilib berish uchun tayyor qilib qo'yilgan bu uyda ustiga kitob tizilmagan kitob ishkobi, kompyuter ustili, yeziq ustili deganlar eg'ir sukutga potgan holda turadi. Tuyuqsiz yeziq ustili ustidagi ana bola uchimizning ramkaga ilingan surati ko'zimga chiliqdi. Shu chog'da esimga kelgandek bo'lib dariza tagchisidan tushib suratni bag'rimga bosdi. Appa, bu suratni mushu uyga qo'yib qo'yayli. Bu uyda quruq ishkaflardan boshqa hech narsa bo'lmasa to'pi besib qolmamdi. Ondaq bo'lmaydi. Bu surat bu yerda tursa, siz davomli bu uyni surtib turasiz. Bo'lmasa, bu uy bek bechora ko'rinib qoladi ekan, appa. Bu 6 yoshga kirgan o'g'limning gapi edi. Uning gapi bo'yicha bu uyni mushu surat uchun kunda bir qatim surtib paqirtib turgan edim. Appa, siz menga bizning opamiz. Siz saqayib chiqqandan keyin biz qishingizga qaytib kelamiz. Bu har hafta oxirida doktorxonaga meni ko'gili boradigan ikki bolamning gapi edi. Dariza tagchisidan sakrab tushib, yanglarimni turib, necha oydan beri qo'lim tegmay, to'bi besib qolgan ishkoplarni, darizalarni, ya'ni pokiza surtib paqirtib etdim. Suratdagi ikki tarafimda bo'ynimga esilib, g'amsiz kulib turgan ikki bolamning ramkichidagi yuziga mehrim bilan so'ygandan keyin uni asli o'rniga avaylab qo'ydim va boya alyar qo'yib qo'ygan kinishkilar orasidan pul chekini oldim va akam dadam sana qoldirdi deb bergan kartini qo'shib sumkamga soldim. Bu pullarni yezimizdagi maktabga i'ona qilish qaroriga kelgan edim. Garchi bu qarorim bak tez bo'lib ketgan bo'lsa-mu, hayotimda chiqqan eng to'g'ri qarorim edi. Albatta, yaqinqi necha yildan beri hukumat maktablarga ko'p mablag' ajratib, sharoitni yaxshilab berdi. Shundaqdimi, bizmi oz-to'la yordam qilsak, sharoit texmi yaxshilansa, balalarning o'rganishiga va madaniy faoliyatlarga ozroq bo'lsa-mu foydasi bo'lsa, bu yaxshi emasmi? Chunki men pulga emas, bola mehriga tashna. O'zimning bolasi qishimda bo'lmasa, mening atrofimda ota-ona mehriga tashna bolalar bor-ku. Yordamga muhtoj bolalarmi bor-ku? Shularga yordam qilsam, ularni o'z bolalarim qatorida turib o'qitsam, mehrimni bersam, ularning xo'shalligi uchun ozroq ajr qilsam bo'ladi-ku. Dadam bilan qaynotamning tutgan yo'limi shu edi. Ular topgan pullarining bir qismini o'qisiz qolgan bolalarga, davolash pulidan qisilib qolgan bemorlarga yordam berishga ajratdi. Har ikki dadam mening xo'shal yashashim uchun bu pullarni menga qoldirgan. Mening xo'shalligim bolalar bilan o'z qarorimdan mamnun bo'lib,
sirtqa chiqdim. Qiynanamdan qolgan, ustiga kichik ko'pchak qachilangan o'rindiqni gullik arasiga qo'yib qo'ydim. Ko'kda oltin tovoqdek esilib turgan to'lin oyning nurida cho'ng lampochka bo'lingni yurtamagan bu cho'ng ho'yla sutdek yurib ketgan edi. Qarmoqqa bakmi hayvatlik ko'rinadigan bu 3 qavatlik dachining chiniqish chaplangan oppoq tamlari, har xil rangda echilib ketgan gullar. Keyingi kunlarda qaynonamning doimliq hamrohi bo'lib qolgan cho'ng karvatning gullik naqshlari, qaynotam doim bir bog'lam o't ko'tarib kiradigan baqqa tutashgan tarchiq yo'l. Bu tarchiq yo'l ay nurida bakmo aniq, bakmo ro'shan ko'zga tashlanib turadi. Ay yolg'iz bo'lsa-mu, uning nuri butun koinotni yoritalaydi. Uning atrofidagi yulduzlar ayning doimliq hamrohi edi. Ular hech qachon ayni yolg'iz qo'ymaydi. To'qqizinchi qism. Hammani qaytadan boshlash qaroriga keldim. Qo'limdagi ajrish xati menga o'zimni roslashim kerakligini, o'zimga to'ynishim kerakligini, tirishishim kerakligini askartib tursa, ikki oiladan qolgan pul meni o'zimga ishonishga, dadil bo'lishga undab turadi. Kanat kadrlari, xizmat atritining kadrlari meni doim yo'qlab, hol so'rab, yetaklab, madad berib, o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirib turadi. Shu kunlarda qo'yilayotgan oldingi yerim umrim degan televiziya teatri meni shu qadar o'ziga mahliya qilgan ediki, qayta-qaytalab ko'rib, o'zimni Lo'zi jinga o'xshatibmi qalatdim. Uningdan ilhom topatdim. Uningga qarab, vujudim kuchga to'ladi. Yana uningga o'xshash hayotimda qaytadan boshlay oladiganligimga, qaddimni qaytadan ruslay oladiganligimga ishonatdim. Ba'zida o'zimning oliy maktabni bitirgan bir bilim egizib turib, meni 10 yil ahmoq qilgan bir erga aldinib o'tganligim. O'zim tug'magan bo'lsam-mu, barliq mehrimni berib baqqan bolalarimni quchog'imdan tortib kelsam-mu, g'ing qilmaganim. O'zimning huquq manfaatini qo'g'dash uchun harakat qilmaganim uchun, o'zimning normal bir odam ekanligimdan-mu gumonlanib qolatdim. Gullaringizning xushpuriqi butun ko'chani bir opda desa, gulbak yarishadi ekan-jimo sizga. Aynur, alrang atirgulingizdan ishkitib ko'chirib beramdikin deb kirgandim. Voy jinim, sizning ho'ylingizda bir opdan ichilib turgan gul mening ho'ylamga chiqibla so'lishib qoldi, qarang. Suni shuncha jiq qo'yvatdimmikin, yo o'g'itni jiq bervatdimmikin bilmadim. Qo'shnilarning mushundaq paranglarini anglashni, o'ylamga kirib chiqib turishini yaxshi ko'ratdim. Ularning gullarimni maqtishini, ko'chirib olishini, qo'shnilarning uylarida gul bo'lishini. Bo'lsa, butun ko'chaning emas, butun kanatning hamma yerning gulga purkinishini umid qilatdim. Gullarimlar mening hamrohim edi. Ularning nimaga muhtoj ekanligini, qanday havoga moslasha oladiganligini bilatdim. Bu to'g'riliq hech kim menga ta'lim bermagan, kitobmi ko'rmagan. Faqat kichigimdan tortib gulzorliq ho'ylada cho'ng bo'lganim uchun, opam gullar bilan haplashganida doim yenida bo'lganim uchunmikin,
gül beqishqa alohida ishtiyoqim bor edi. Mening bu havasim dastlabda qaynonamga, keyin qo'shnilarga ko'chib, gül o'stirdigan oilalar kundan kunga ko'paygan edi. Sahardala topshirib olgan bir dasta guldan bugun tug'ilgan kunim ekanligi esimga kashdi. Oldingi yillardagi mening tug'ilgan kunimni o'tkazib beradigan erim, bolalarim, qaynona, qaynotam va o'zi jiroqda bo'lsa-mu, so'g'i salomlarni mang'usib turadigan dadam bu yil yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, yillardan beri tug'ilgan kunimda bir dasta gul avatishni unutmaydigan akam tong sahardala tug'ilgan kunimni tabriklagan edi. Akam avatgan gulga uzoqdan uzoq qaradim. Gullarning barglaridan, yaproqlaridan, chechaklaridan akamning hidi, akamning mehri kelib turadi. Akamning menga izchil hamra bo'layotganini, tasalli berayotganini, yo'lak bo'layotganini, qarindoshlik mehrini oyimay yetkazayotganligini his qilib turayotqashqa, vujudimga asta mag'dur kirib, barcha hasratlarimni, dardlarimni, azoblarimni yengib olmoqda edim. Akam avatgan gulga qarab o'ltirib, bu gullarning nihoyatda tanish ekanligini, yana kelib, hammasining bizning ho'ylada bor atir gullar ekanligini his qildim. Va gul dastini ko'tarib, ho'yladagi gullik yiniga keldim. Mana bu halrang atir gul. Bizning gullik to'pa. Halrang atir gullar emas, qizil, oq va boshqa rangdagi atir gullarmi bor? Bu modan guli. Bu nargis guli. Hammasi men o'stirgan gullar bilan o'xshash. Menmu gullarimdan mushundaq guldasta yasab, yaqin odamlarimga sovg'a qilsam, yoki gulga ehtiyojlilarga setib bersam bo'lmamdi. Necha vaqtdan beri biror ishning peshini tutolmay yurgan edim. Mana ish degan ko'z oldimda turibdi. Gullarim bahorda echilib, qishda solishib turgandan o'z o'rnini topsa, boshqalarga mehr ato qilsa, sungan ko'ngillarga tasalli bersa, nima degan yaxshi ha? Gul degan ko'ngil deyishadi cho'nglar. Mana mening ho'ylamdagi behimdimi son-sanoqsiz gullar qanchalagan ko'ngillarni shod etishga yetmamdi. Oldingi yili qaynonamga gul sovg'a qilgan chig'imda u oilamizning hamma yeri gul tursa, yana nima qilatdingiz gul elib desa, ajabmi ko'ngil shimabdikanman ya. Kallamga kelgan bir arzuning turtkisida chiroyli kiyinib sirtqa chiqdim. Bizning mahallada emas, yezi bozoridami gul dikini bo'lmag'ashqa, udul nahiya bozoriga kelib, bir necha gulxonalarni aralab chiqdim. Oldingi yili men 200 yuanga setib olgan gul hozir 300 yuanga chiqqan. Eng oddiy, kichik gul dastalarmi 100 yuandan kam emas edi. Gul do'konlarini aralab, bahosini ko'rib, do'konlarning bezilishini ko'rib, ko'nglimda bir qarorga, ya'ni gul do'koni echish qaroriga keldim. Gul tizish va gulga yaqin munosabatlik boshqa o'rganish kurslarga qatnashish, do'kon echish rasmiyatlarini bajarish, do'konni bezash ishlari tugaganda dachining keynidagi 3 mo'yaga tergan har xil gullarni echilishga boshlagan edi. Dachining birinchi qavatini o'zgartib yasagan gul do'konim tijorat boshlaganda yeza, kanat rahbarlari, kadrlar, savodoshlarim,
yurtdoshlarim, do'stlarim, akam boshchiligidagi barcha urug' tuqqanlarim, men yordam qilayotgan o'quvchilar bo'lib, necha yuz odam o'ylimizga patmayli qoldi. Bir yildan beri odamsiz qolgan bu cho'ng o'ylimizning bugünkidek qaynam tashqinliqqa cho'mgan edi. Do'konimning sodasining birinchi kunila buncha yaxshi bo'lib ketganidan olamcha xushal edim. Gülla o'z yerimdan chiqqachqa do'kon ijarasi to'lamagachga, gullarimning bahasi nahiya bozori ichidagi do'konlardan ko'p arzon va yangi bo'g'ashqa do'konning sodasi nihoyat yaxshi edi. Do'kon ochilib, bir yilga yetmagan vaqt ichida tarmoq do'kondan ikkisi ochildi. Shuningga agishib, shogirdlar va maoshga ishlaydiganlarmi ko'payib, gul tizish, to'shish, parvish qilish qatorliq ishlarga odam soldim. Hammalarning ish taqsimotini aniq qilib bekitib bergandan keyinla kechicha uxlamay gul tizadigan ishdan ozod bo'lib, kechda oy tomoshasi qilishqami vaqtim yetadigan bo'ldi. Bugun oy to'lgan edi. Tijorat boshlagan 2 yildan buyon o'ylada o'ltirib, oy tomoshasini qilib boqmaganim esimga kelib, qaynonamdan qolgan ko'pchak qatlangan kichik o'rindig'imni hujram yenidagi gullik yeniga kelishimga yon telefonim sayradi. Yaxshi turdingmi, opa? Yaxshi o'g'lim. O'zingchi? Menmi yaxshi. Yana 2 kundan keyin ta'tilga qo'yib berdigan, opa. Bizni og'ili kelamsan yo o'zimiz boraylimi? Og'ili boraman, balam. Singlingni 2 kundan keyin qo'yib beradigan. Shu kuni sizlarni og'ili berib, toza bir o'yintib kelay, ha balam. Sen bek yaxshijimi, opa? Sen bek tatliq jinim, o'g'lim. O'g'lim bilan xo'shlashib, tatliq kulimsirash ichida oyga baqdim. Mening o'ziga qarawatganimni bilgandek, oy bulut qiytidan chiqdi. Oyga qarab o'ltirib, Eliyar esimga kechib qoldi. Ajrashib ketgandan beri uning nada nemish qilayotganligini bilishga qiziqmisanmi? Uning ishlari qo'lig'imga kirib qoladi. Yangi og'an ayoli, ya'ni 2 bolamning opasi bilan ajrashib ketganligini, ajrashgandimi xeylilar jangi jadal qilib, oxir sudga berib, ayoliga xeylilar zo'r to'lam berib ajrashganligini, ayol ishkaylan jidallashib yurganda, qizim fursat topsala mening qishimga qechib yo'qab ketib, hatto necha kungacha izdirikini qilolmay saqchilarning yordami orqali topganligini, o'g'lim bilan qizim ikkisining hadisila tamoq yemay turganligini, oxiri balalarning jidal qilishidan jah to'ygan, alyarning sodasining burunqidek rivoj topmaganligidan zerikkan ayolning sudgacha davolashib xeyli ko'p pul undirvagandan keyin bir kechada yo'qab ketganini anglab qoladi. Ularning nemishqa to'la jidal qilganligini, alyar nemishqa u ayolga to'lam berganligini, necha yil o'g'irliqcha oshndachilik qilib o'tganlarning nemishqa 2 yil ichida ajrashmoqchi bo'lganligini, alyarning sodasining qandoq bo'lib ziyonga dastiganligini bilgim yo'q edi. Ham qiziqmaydim. Lekin balalarimga munosabatli xabarlarga quloq solmay amalim yo'q edi. Ularning aman bir kuni qishimga qaytib keladiganligidan iborat bir umid shami qalbimning cho'nqur qatlimida pilildab kuyatdi. Degandek, ularni ajrashibdi deb anglab, bir oycha o'tganda alyar balalarning beqish huquqini qonun bo'yicha menga o'tkazib berdi. Chashlariga ko'rinarlik oq sanjig'an, ko'z atrofiga qo'riqlar ro'shan iz solgan. Ko'zlari o'ltirishib, javg'aylari ichiga kirib, burunqa iskatdi, kibri, so'lati qammagan alyardan ortiq gap so'rmagan. Gap so'rashning muhojati yo'q edi. Yoshlik bahorimni, pak
muhabbatimni, bütün ayollik mehrimni bergan. Kelinlik burchimni, onalik mas'uliyatimni to'liq ado qilib, barliqimdan voz kechib turib, g'ururimni dafsanda qilib turib, ayollik hurmatimni qayrib qo'yib turib, o'rgangan bilimlarimni isrof qilib turib, menga bir umr non beradigan, bilim beradigan, g'urur beradigan, ishonch beradigan xizmatimni tashlab qo'yib turib, uning uchun ato qilgan, qurbonlik qilgan mehrimni, muhabbatimni yer bilan yakson qilgan uningga deydigan hech qanday gapim yo'q edi. Uning turqidilla men deydigan gapni boshqalar deb bo'lgan. Men tortadigan sudqa boshqalar tortib bo'lgan. Mayli, qonun sudi bo'lsin yoki vijdon sudi bo'lsin, hammasining jazosiga uchrab bo'lgandek turadi. Xayriyat, hamma ishlar o'tib ketdi. Mayli qandaqlik qilsin, balalarim mening qishimga qaytib kelgan. 3 yillik hijron azobidan keyin balalarimga qayta erishgan edim. Mushu men uchun eng cho'ng baxt edi. Baxtlik edim. Balalarim bilan, qarindoshlarim bilan baxtlik edim. Partiya hukumatning, qarindoshlarimning qo'llab-quvvatlashi bilan sodasi kundan-kunga ro'naq tepayotgan. Tarmoq do'konlari uzluksiz ochilib, hamkorlashuvchilari ko'payayotgan, muhabbat gulchiligining taraqqiyoti bilan yordamimga erishayotgan bolalarning natijalari bilan oldingi yerim umrimda qilinmaganni keyingi umrimda to'liqlayolganim bilan o'zimni qayta tepib olganim, qaddimni qayta rostlayolganim bilan baxtlik edim. Ko'kda oltin leganga esilib turgan oy bugun bakmi cho'ng va nurani edi. Atrofidagi yulduzlar oyning go'zalligidan huzurlangandek, faxrlangandek, sho'x julalab turadi. O'qirmanlarning kuchli talbiga asosan Qalamxon Yosin qalmida putilgan Ay Nemishqi yolg'iz nomli asarning davomi to'liq oxirlashdi. Yoqtirib anglagan barcha o'qirmanlarimizga ko'pdan ko'p tashakkur.